Metan haqida tezkor xabar. Assalomu alaykum aziz tomoshabin, tezkor xabar va yangiliklardan, birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, video ostiga bir dona like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Energetika vazirligi matbuot xizmati xabarga ko'ra, 30-dekabrdan boshlab respublika bo'yicha barcha metan zapravkalari sutka davomida uzluksiz ishlaydi. Qayd etilishicha, avtomobillarga yoqilg'i quyish shoxobchalari soat 09:00 dan boshlab faoliyatini yo'lga qo'yadi. Yangi ish tartibi transport vositalari egalari uchun qulaylik yaratib, sutkaning istalgan vaqtida navbatsiz yoqilg'i quyish imkonini beradi. Avvalroq aholining xonadonlari va ijtimoiy soha obyektlarida tabiiy gaz bosimini pasayishining oldini olish maqsadida avtomobillarga gaz to'ldirish kompressor shoxobchalarining ish vaqti vaqtincha cheklangani ma'lum qilingan edi. Mazkur qaror transport tizimi barqarorligini ta'minlash hamda haydovchilar uchun qulay sharoit yaratishga qaratilgan, deyiladi xabarda.